Chunki mavi kirim shoppingni qizlar maxsus qattiq kirim qilishni uqmaydigan hamda qulda tuzuk kirim buyum yo'q qizlar qaritib chiqadi. Bir tal shopping orqali men o'g'in olgan barliq hujun chisholarni sizlarga birdan-bir o'ytib qo'yman qizlar. Kirim qilish o'g'in olgan qizlar bugungi kirimga o'xshash oson ham oddiy chiqqan, ham chiroylarni texmi chiroyli ko'rsatib beradigan mushunda kirimdan o'g'in olgandan keyin anoddan keyin texmi murakkabroq bo'lgan kirimlarni qo'rqmay o'g'inib ketalaysizlar. Az vaqtda yuzimizga findiya berishdan burun mushunga o'xshash traditsiya yaxshi bo'lgan boshqa pomollarni yuzimizga tekshiyalat berib olamiz. Yüzanlarga bergan vaqtda andamını berib qo'ymay mushunga o'xshash mushu suv yüzanlarga raus tug'dek holatda bersanlar shoguz intayin yaxshi qizlar. Anadan qo'limizda ich tarafdan tech tarafga asta-asta shisho qilib singdirib olsak bo'ldi. Anadan yuz terisi qurg'oq qizlar orqadan yana bir qitim berib olsanlar bo'ldi. Anadan qurg'oq terlar bo'lib qolsanlar qo'llarni mushunga o'xshash tetishon va yoki jinqashon va yoki juye degan narsa bo'lib qolsa mushni yuzimizning asan kafimizga yalarga tekshi holatda singdirib berib olamiz. Masalan, meningki mush burnimning cho'risi asan kepak o'laydigan ahvollar bo'ldi. Shuningdek burnimning cho'risi, og'zimning cho'risi degandek yalarga bir qitim berib olmam. Bunda qilishga maqsadimiz qizlar juyib mushu tetishon juyib degan narsani bersanlar, xuddi findiye bergan vaqtlarda bir manglar kafim bo'lgan, to'jon bo'lgan ahvollar asan yuz bermaydi. Andan o'zimizning mushu metonlarni taqolamiz. Meton taqash pek yoqtirib ketmaydigan qizlar meton taqmisalam bo'ldi. Anadan qizlar yangidan kirim qilish o'rgangan vaqtda nurg'un qizlar mush metonni qanday tanlaymiz degan gapni qilsizlar. Qizlar meton CDR bilan anadan CDR bu deb ikki turga ayrildi. CDR bo'lib qolsa, masalan, CDR o'qirgan vaqtda azroq kichik. Masalan, ko'zim unchalar yo'q emas, men yangidan meton taqash o'rganayotgandim degan qizlar bo'lib qolsalar, CDR tanlasalar bo'ldi. Haqiqatan men mening bugun taqini bo'lib qolsa CDR. Anadan meton taqgan vaqtlarda mush ichidagi kichkinasini elib o'xshashlam, mani ichidagi qizni ichida avganki mas'ulni azroq silkib o'tgandan keyin mana ustiga quyib qizlar. Anadan men o'zimlarning ko'zini osti tarafdan miyaga qo'yib olgandan keyin ko'zlarni yummay ust tarafga qaratib ko'zlarning ostiga azroq o'zinglarning qarchig'ini bedrasanglar mushunda holatda taqib olsanglar shunchalik oson holatda qo'yib olasizlar. Mushunda holatda taqib olsanglar metonni shunchalik oson holatda qo'yib olasizlar. Hamma o'z CDRni taqsanglarchi ko'zinglarni bir xil haddan ziyoda pudzirdan tabiiy emas ko'z tutmaydi. Bir xil odam qarsin bir yarim bo'lgan ko'zinglarni o'zinglarni qarchiq shunda yo'g'on holat ko'z tutib qo'ygan bir yarim bo'lgan ahvolga qat'iy akib qo'ymaydi qizlar. Anadan keyin yuzimizga findiya bergan vaqtda quloqlarda mana o'xshash qutlug findiya va yoki tishi degandan qaysi bo'lsa bo'ladi qizlar. Chunki ikkalasining zo'yonsi o'xshash. Shundan chiqib men odatda findiyani bekrak ishiltma. Men aytgan findiyani bo'lib qolsa ma'lum shu qizlar. Findiyani avval quloqlar bo'lamdi va yoki bir narsani ustiga bo'lamdi. Az miqdorda avvalgandan keyin anadan keyin quloqlar cho'tka bo'lib qolsa cho'tkada va yoki cho'tka bo'lmay qolsa quloqlarning olqinida mush ich tarafdan tech tarafga qarta tekshi holatda sukib olsak bo'ldi. Agar burnimizning yeniq bo'lgan vaqtda burnimizni qarib turib mush burnimizning atrofiga cho'giltigan holatda berib olamiz. Peshonamizga o'xshash yoki nam bulut bo'lsin va yoki mushu quruq bulut bo'lsin, bulutda findiyimizni urib sindirib olamiz qizlar. Findiyan berib qo'ygan quloqlardan mushunga o'xshash 3 xil rangli chiqqan cho'shaga bo'lib qolsa, mana o'sha inchga chiqqan cho'tkada mavi oq rangli azroq ilib, anadan keyin o'sha quloqlarga azroq berib o'tgandan keyin qizlar. Mana past qarasanglar qaranglar, mavi legoronglar miyada chiqdi. Masalan, mening mezi qaraq vaqt mezi sal qiyinroq. Mushu legoning ustiga azozdan mushlarni to'ldirib olamiz. Anadan quloqlarda mana o'sha boshqa pomada cho'qib yuzimizga bir ikki qitim berib anadan quloqlardagi finbinga yuzimizga dinjon qilib olamiz. Dinjon qilgan vaqtlarda ichidagi bulut elib mana ustiga bunda qilib cho'qim qaranglar qizlar juyun bo'ldimi bo'lmadimi. Anadan keyin quloqlarni olqidan bir qitim yurgan qilib o'tgandan keyin berib olsanglar bo'ldi. Quloqlarga sanfin va yoki mushu finbing dinjon bo'lgan ekan quloqlarni bunda bir yuzanglarni tutsanglar mushu o'zinglarning quloq bir chaplashmayotgandek shilimshi holatda bu muslim dinjon qilganlar aniq bo'lgan bo'ldi qizlar. Anadan keyin hozir sho'ron qilishni o'ytib qo'yman. Mavi sho'rondan tuqqum bir taldan bo'lishi kerak deb o'ylayman sizlarda. Mavi bo'lib qolsa mushu sho'ron qilish ishlatimiz. Mavi bo'lib qolsa qizlar o'zimizning va lonkosini mushu mandayalarni sho'ron qilgan ishlatimiz qizlar. Sho'mashkisini amalga aralashtirib qo'ymalar. Bu musman bersanlar fashion senzang bo'lib ketadi. Mavi sal sustroq rangli mushunga o'xshash cho'tkada olgandan keyin anadan keyin mega azroq berib yetib o'zinglarning qishining ostiga qishinglarga pek qo'yib etmanglar. Qishinglarning osti tarafidan bunda holatda tushirib olsanglar bo'ldi. Mayzimi o'xshash usul. Yana o'xshash mushlarni ilib, burnimizning uchiga ikki tarafga berib sizib o'ttirni tuz siziqdan birini sizib olamiz. Tuz siziqni sizib
burnimizni ya'ni to'ldirib olamiz. Bunga o'xshash mushlarni ilib, ichki tarafga qartib, ko'xoldan birini ichib olamiz. Bunda holat kelgan bo'ldi-da. Anadagi men o'ttirni cho'tkini juqida shol qilasan ma'lum bo'ldi. Anadagi mana ichidagi yag'on-g'og'onda qilib yana bir tal cho'tka ilib, bu ko'p burnimizning ustiga ko'zimizning oldida endi kelgan qilib olamiz. Mana bu yag'on-g'og'onni ilib, megazroq berayotgandan keyin qishimizni o'ttirsi, burnimizni o'ttirsi, anadagi burnimizning uchi. Lekin o'zimizning ko'zning oldini telan qilib olamiz. Burnlarning tun tarafini telan qilib olsanglar bo'ldi, texmo pakiz ko'z beradi. Mana sho'rum shunda qalat qilsanlar, feyshon va mey bo'ldi qizlar. Qishimizni qavvaqtimizda o'xshash bu sho'rumpani ishlasak bo'ldi qizlar. Anadagi ma'lum qishonlarni sizishdan va yoki qishonlarni ramega berishdan burun avval mushta qish cho'tkisida qishimizning ustidagi findini jo'qlarni supurib olamiz. Men qishni yasab bo'lmagan qizlarmi bek asrakat insonlar bo'ldi uchun qishim qanday yasamadi. Mana ishlatgan mushu sho'rum qarani ilib, megazroq berayotgandan keyin ortib ketgan yerlarni ayki mana ustiga bir ketim chashon qilib olamiz qishimizni. Ayki masalan men qarsanlar mening bu yerda qishim yo'q-da. Mush qishimizning shakli bo'yicha chashon qilib olamiz. Navodirang bek ichmay qolib qolsa, men qiynaqroq berib olsam ham bo'ldi. Anki o'xshashmish qishimizning quyruqini azroq chiqarib olsak bo'ldi. Planlarda ramega bo'lib qolsa, ramega olsam bo'ldi. Masalan, chechim seriq degan qizlar seriq ramega bera oladi. Chechim mavshush qart degan qizlar qilib qolsalar, mushu tungsi ramega olsam bo'ldi. Agar qishonlar ramega bergan vaqtda eng avval nishin holatda, qarama-qarshi holatda oldi tarafga shol qilib, ankin ustki tarafga cho'tkilab olsanglar bo'ldi. Yangidan kirib qo'yish uyga vaqtlarda qopqonlarning rangini bek murakkab ranglarni o'rganamsalar bo'ldi qizlar. Eng avval mushnosetki suz rangda qopqonimizning hamma yeriga kangri holatda yeytib berib olamiz. Anadagi bu yerdan bagarangdan sal qiyinroq mavi, qiyinroq to'q rangda qopqonimizning quyruq tarafidan oldi tarafga qartib yo'lan qilib olamiz. Anadagi o'xshashlar mushu rangni ilib qopqonimizning osti tarafidan orqa tarafdan oldi tarafga qartib yo'lan qilib olamiz. Anadagi mana o'xshash mavi xil sal tumroq bek inishga emas, mana shizi shoz bo'lib qolsa qizlar qullanadi. Biz bu yerda mavi rang degan shunaqa. Anadagi mavi sal kul rangi mayli rangda azroq ilib men qaytgandan keyin anadagi o'zanlarning osti kirpigi quyruq tarafdan oldi tarafga qartib yo'lan qilib olamiz. Anadagi mavi cho'tkani yana bir tarbiya mana o'xshash inchikroq cho'tkalar bo'lib qolsa qizlar qaranglar. Mushrani ilib biz hozir sharjoq bagarani ilib kilon azroq shumsanglar men bir tal siziq bog'u. Kilon azroq shumsanglar muz siziq chiqdi. Muz siziqni bo'ylab o'zimizning o'tansini oldi tarafdan orqa tarafga qartab o'tanlarimizni sizib olamiz. Anadagi mashhurum paytlik oq rangda yog'on-g'og'onda telan qilib olamiz qizlar. Anadagi qizlar mavi telangda o'zimizning qishning ostini telan qilib olsanglar bo'ldi. Lekin qo'llanadigan bunda kirpik yig'an narsada kirpigimizni eng avval qaranglar ustki tarafga azroq yog'li qilib yildiz tarafdan ravus egib olamiz bir qitim. Mavshash kirpik bir xil qattiq egilmaydigan qizlar chanoq egilsanglar bo'ldi. Yildizni bir qitim egib ustiroq ko'tarib yana bir qitim egib olamiz. Egib olgandan keyin qizlar saqlab o'ltirmay istik o'zinglarning qo'lga laq bo'lib qolsa laq berib yo'langlar. Anadan keyin qizlar mav yenshensiz vaqtlanadi uchun yenshen besish qo'ymaydi degan qizlar sho'rva paytidagi mav qiynoq rangni ilib boyatdan qo'yib biz o'zansiz cho'tkada mayrani olgandan keyin anadan keyin o'zinglarning ko'zning quyruq tarafidan orqa tarafga azroq tortib sizib olsanglar bo'ladi yenshenni. Anadan keyin jonlarimiz siqib bo'lgan keyin qizlar mushu qopimizning ustidagi rangda masalan biz bu yerda mav rangda bergan. Mavi rangda mushu sayxun shozni ilib ko'zimizning osti mushu mishay berib olsak bo'ldi. Anadan keyin burnimizning kuchug'ini azroq berib olamiz. Inkimiz deganda kanaga.
Lekin kullanıladiki şu pek qiyniq chiqmagan ko'hin bo'lib qolsa, masalan, o'zlarning ko'zimizga berganga moslashgan rangdagi ko'hin bo'lib qolsa, ash ko'hinda og'zimizga berib olsak bo'ldi qizlar. Bunda sal qiyniqroq ko'hin bo'lib qolsa kullanadi. İç tarafga azroq berib olsanglar bo'ldi. Lekin kullanıladiki qizlar mana bu tilan yapon qog'onda kichik fon buni ustiga ilib, berib berayotgandan keyin o'zimizning ko'zning osti anadan keyin burnimizdan cho'rsa degandek yerlarni tilan qila olamiz. Qavaqtanlarda mayani tilan qilsanglar, yuzinglardagi sayxun joyda, anadan keyin tilan joyda bo'ldi qaranglar mana shu tarafning shubesiga. Aytki mana bu peshanimiz degandek yerlarning hammani tilan qila olamiz qizlar. Anadan keyin mana bu sho'rim haychidagi mana paqiriq rangda qizlar. Burnimizning uchiga azroq berib olamiz. Keyin ko'zimizning oldi. O'zini oldi tarafga azroq berib olsak bo'ladi. Shu bilan qizlar bugungi bizning shu yangidan kirim qilish o'yingan vaqtlarda o'rganishsanglar, dahshat oson o'rganib ketadigan mavqimiz oxirlashdi. Ammo biz mavqu fashilimizni o'shab qo'yaylik.